Obunachilar sizlar bilan men O'shamen. Bugun bizlar mana bu yerdagi tugmani bosamiz. Sar 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 deb yozilgan ekan. Bosib ko'rdim. Negadir meni mana bu yerga teleport qilishdi. Bu yerda hamma narsa borga o'xshaydi. Toshgeneratorni qo'yish kerak bo'lsa-da, o'zi qurib qo'yib toshgenerator deyman. Shalkerda nimalar? Suv bor, kim bu bor. Yaxshi. Birinchi navbatda daraxt chopishni boshlaydi. Qiziq, boshda o'ladigan narsa bo'lsa kerak. Mana tosh tekshir. Yaxshiyam bilib qolgandim. Toshgeneratorimiz borligi yozildi. Temirlarni qayerdan olamiz? Orolchilarga borish uchun ham mayda bir balo qilamiz. Daraxt chopamiz. Birinchi ishimizdan daraxt chopamiz. Va daraxt chopdik. Qadar yozuv chiqdi. Bugungi hozir zo'r narsa qilamizlar. Yulduzcha qilamiz. Keyin chiziqcha L belgisi qo'yamiz. Bo'ldi. Nimachilar? Mana yozganimni o'zim ham bilmayman. Qanday yo'qda. Bu Skyblock emas, bu Treme Skyblock emas. Bilmayman, topib oldim. Bitta Telegram kanalidan. Xohlasam tashlab qo'yaman, xohlasam tashlamayman. Endi sal bu yerlarda chiroyliroq va zo'rroq qilamiz. Sal qolishiga sal qol. Ishakdan qiziqlik. Birinchi navbatda taxtalar yasaymiz, obunachilarim. Taxtalarni olgandan keyin bugun men Skyblocklarda video oluvdim-ku, lekin buni hammasidan birdan olaman. Chunki vaqtim hali juda ham ko'p. Yo kam, yo yetolmayman, yo vaqtim yetmaydi. Xullas shunaqa obunachilar. Creeper qo'yaman men video ochib turamiz, toshlayga bo'lganimcha. Obunachilar yana ishni boshladik. Men uncha ko'p to'sholmadim, chunki video yoqishim kerak. Bunday qilib, buni sindiraveramiz obunachilarim. Chunki eng keragi mana shu bo'ladi. Sindiraveramiz, toshni olaveramiz. O'zimizga keyin aruja yasayib olamiz obunachilar. To'g'ri. Sizlar like bosmayapsizlar, lekin men baribir ishlayapman. Telegram onlayda video kanalimni o'chirib tashlamoqchiman. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Like bossanglar, sizlardan xursand bo'laman. Zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Bizda 11 ta bo'libdi obunachilarim. Endi bulardan do'stlar. Birinchi navbatda cho'p yasaymiz tagin. Keyin mayda toshli aruja yasaymiz. Bunday qilamiz, bunday qilib. Mayli, hech yerda qilmasa olaman. Bittagina cho'yibni qoldi. Nima kerak o'zi? Bitta shu narsalarni qilaman degancha qora qiliq. Chet ishlatsa, hozir bitta zo'r narsa qilamiz. Box yorug' bo'ldi. Endi bizlar yana qilamiz. Aytib qo'yay. Men har bir videomda kreativga kirmayman. Hech qachon har bir videomda ham kreativga kirmayman obunachilar.
Endi buyurdu. Bitti. Barik çıkmayapti-ku. Uy bitta chiqibdi. Ikki qo'yish kerak endi. Chunki daraxt yaxshi narsa. Yammita chiqibdi. Uni shalgerga bittasi sandiqqa so'qib, bittasini ekib qo'yamiz onachilar. Endi sindiraveramiz. Urug'ga tushguncha onachilar. O'l. Cho'ponchiq. Как раз mashu zo'r edi. Sizlarga chacha qilamiz. Oye, bo'la qorura tayyor. Endi toshkentdan bizga tosh kerak. Endi bizlarga ko'plar tosh kerak. Mana ketdi, mayli. Yo'q. Sindiramiz. Yana yonib ketdi. Oldik. Yeni ham oldik. Oldik. Olamiz. Dolavaga. Sindiramiz. O'zi toshgenerator qilish kerak emas edi. Hozir reklama bo'lmaydi kunlarga. Lavaga tushib ketaman deb o'ylaganim onachilar. Mana buni hozir bitta narsa qilmoqchiman. Bu narsa sizlarga aniq yoqadi. Mana shuni deb sekin o'rnachilar nimagadir bo'lmayapti. Teleport ham bo'lmayapti. Bu mekim. Bo'lib. Obunachilar, sizlar tayyormisiz? Hozir nima kerak? Maqmoqchiman men o'zimni qilib. Doimiz yetdi. Allaqachon 80 minut bo'lib ketdi bizlar. Bitta joyga borganmiz yo'q. Endi 24 ta chiqibdi, 25 ta. Ne qilamiz? Mana bittaki qani? Seni bloklik toshlarga o'rnatamiz, obunachilarim. Bo'ldi. Tashmasin tugari toshimiz. Bitta qurolchaga borishga yetadi shu toshga. Yurgan. Sanaylik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo'q, mana 10. Ketdik. Sizga bo'lgan futbol chunki juda yaqin ekan. Bitta shunga bo'lmaymiz. Yana ko'p balaga boramiz obunachilar. O'tirib olib qo'yamiz. Obunachilar. Bunday qilamiz. Bemalol yetsa kerak shu toshni. Mana bunday qilamiz. Hozir yetib boraman. Hozir bu yerga taxtalar qo'yib chiroyliroq qilamiz. Bu ikkita qism bo'ladi. Nima edi? Davomini 1-2 kunlarda chiqarmayman. 3-4 kunlarda chiqaraman obunachilar.
nima qildim hozir men? Ha, mayli. Nima edi bu? Ko'rdim shekilli. Hozir albatta videoga qiziqroq bo'lish uchun qo'yib qo'ydim. Bu yerga qo'lim yetmayapti. Obunachilar sekin qo'yib ketaveramiz. Ketdan qo'ysak, hozir 8ta, agar bu yerga. Obunachilar, qaranglar, bu yerda hamma narsa bor ekan. Albatta bizlar buzamiz. Yerga not hang deb sepachel qo'yibdi. Mayli, o'lishgan ekan lekin. Yerga har chiroyli qilamiz buni. Yerga nimadir o'qlay bo'lyapti. Taxtalar qo'yib chiqaman bu yerga obunachilar. Uchtadan bizlar obunachilar. Birinchi narsam bu olmos kirka bo'ldi obunachilar. Bunday qilib mana bunday qilamiz. Olmos kirka yasaymiz. Uchtasidan mana bunaqa yasaymiz. Va bizga mana aruja yasab bo'ldik. Yana tolga tosh qolishga joy yo'q. Va kiryapti. Obunachilar videoni tezlashtirishga qaror qildim. Hali tezlashtirdim. Obunachilar bir mamla qo'ydim. Chunki toshlarim yonib ketyapti. Bittasi ham yonmadi hozircha obunachilar. Men tashlasak yonadi. Yo'q, yonib ketdi. Bunisi ham yonib ketdi. Bunisi yonmadi. Nimalar qilib tashlayapman. Teshikka tushmayapti. Oye. Endi hammasini kovlaymiz obunachilar. Men shuncha payt o'tdi, bittasiga bordim. Bu sharbanda-yu. Tez borib tashlash kerak. Hozir hamma to'qildim. Plastikdan yasasam ekan. Yasamay qolay. Endi tosh bo'lakchalari, xalta kerak. Hammasini magnit yasashim kerak. Va nechta bo'pti? Qani? Mana ikki qoldi. Bizlar qayerga borsak ekan? Terdagi daraxtlarni chopib olaylik. Navbatda. Puchat qani? Endi mana bu yerga boramiz, videomiz tugagida. Shuta joyga boramiz, yo bu yerga ham qo'shib boramiz. Vaqt yetsa boramiz, bormasa bormaymiz. Mayli obunachilar, men nima qilishga qaror qildim. Vaqtim juda ham kam ekan. Nima qilishga qaror qildim men. Bitta bu yerga boraman. Nimaga ikkita joyga bordi deyishingiz mumkin.
To'g'ri, men Skyblock'da birinchi qismida bittayam bormagandim. Mayli, baraka vaqtim yetmay qoldi onachilar. Kutaveramiz. O'zi yaqinda ekan. Unisiga ham borayim. Mayli, fantaziya yo'qda, mashinaga boraver. Kimga bosamiz. Voy, yetib kelar. Aniq, unda ham sandiq bor ekan. Qilamiz. Bittasi ham ketadi. Kreativdan foydalanmayman. Men kreativ emasman. Hech qachon foydalanmayman. Hamma videoyimda ham qilmayman. Yo'q, onachilar. Videoni qotirib turamiz. Onachilar, mana qo'yat yana narsalarim terib oldim. To'g'risini aytsam, juda ham yomon bo'ldi. Juda charchab ketdim. Hozir video o'z nihoyasiga yetadi. Chunki men toshqolagim kelmayapti. Sandiqdagi narsani ochdim. Va qo'ziqorim bor ekan. Va shu bilan xayr qilish vaqti keldi obunachilar. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men bo'ldim. Mening kanalimga like bosib obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Hammaga xayr obunachilar. Mana qancha qoldi, to'xtanglar obunachilar. Nimagadir hozir kiramiz. Xayr qilish nomasi bormikan? Nimaga xayr obunachilar.